2 stakan sut ertalab va kechqurun 2 tagina olma. Bu organizmingizda qanaqa foyda olib kelishini bilarmidingiz? Agarda bu narsani iste'mol qiladigan bo'lsa, doktorlarga umuman bormaysiz, diyetologlarga umuman bormaysiz. 10 yil, 15 yil, hattoki umringiz oxirigacha ham yoshni ham ko'taradi, misol uchun. Shuni bilib olishimiz kerakki, mana 2 stakan sut, 2 ta olma bu koni foyda hisoblanadi. Men har kuni ertalab turgan 2 stakan sut va kechqurun 2 ta olma iste'mol qilaman. Bu qanaqa o'zgarishni olib keladi? Birinchi haftasi ichiklaringiz normal holatga keladi. Oshqozoningiz normal holatga keladi. Va birinchi hafta sizga energiya beradi, hayotiy kuch-quvvatni bag'ishlashni boshlaydi. Ikkinchi haftasi esa sizda oyoq og'rig'i, bo'g'in og'riqlari, suyak zirqirashlari sizda уже qolmaydi. Suyak qirsillashib bo'ladi-yu, ikkinchi haftasi qolmaydi уже. Va uchinchi haftasi esa yuzlaringiz tiniq, sochlaringiz tiniq, o'zingiz ham nurdek taralishni boshlaysiz. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu narsa ijobiy natija bergan. Men o'zimda sinaganman. Albatta buni siz ham sinab ko'ring. Ushbu videoni eng yaqin olgan va siz yoqtirgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Like paytasi bosishni unutmang. Sut bilan olma, koni foydaligini unutmang. U ximikal sutlarni emas, damashni haqiqiy moldan sog'ilgan, bitta moldan sog'ilgan sutni iste'mol qiling. Sog' bo'ling. Paytasini bosib qo'ying.